ikki kurakchi. Birinchi bolasi yonida. Birinchisi yonidagi. Mana İki kurak molimiz. Obunachilarimiz ko'rsin. Mana Qani? ko'rsatyapman keldi. Ikki kurak. Ha, jigar. Bolasini qarshi kelyapti, enam tegmadi. Zayt dedi. Zaychi. Birinchi bolasi buqa. Birinchi Qornida bolasi 2 oylik bo'g'oz. Ikkinchisiga 2 oylik bo'g'oz tekshirtirib qo'ydim o'zim ustida turib Jahongir. Hop. Xudo xolasa ikkinchisiga ham bo'g'oz qornida qanchadir suti bor. Bilasiz doimiy sutini onuncha monuncha deb havosat qilma oq narsaga. Bo'ylari molimizni cho'chib pishib olyapti qarang molni. Molimiz holati gapi. Bir 15 kilosi yog'sa, bir 15 kilosi yolishaveradi. Holati zo'r. Holati nihoyatda zo'r. Hamma holatlardan ham Endi bu ko'rsatdik. sog'in bo'lganda sal idishlarni ushlab ko'rsatmasak bo'lmaydi. Mana yeni holatlar. Yeni holatlar nihoyatda yuvosh manqara chiqishini. Sutini ham ko'rsating, yaqin olib kelin. Ha, jigar. Qo'yiq sut ekan. Xudo xolasa holati yaxshi. Holati nihoyatda zo'r. Ayting bunga bitta chiroyli qilib narx. Hozir shu o'rinda bitta narsani aytib o'tmoqchi Jahongir. Ha. Mana joyimizga qarab hayratlanmasin obunachilarimiz. Joyimiz bitta. Joy emas bu. Qayerdan topoldim buni deb. Yangi joy ham qildim. Yangi joy bitta qishki sezonga edi. Qishki sezonga. Narigi joyimizda g'unajinlar, kechroq g'unajinlarimiz turibdi hozir. O keyingi videolarimizga olib qo'ydim. Bu yerga faqat buni yaqin bo'g'ozlarda bayladimki, Sinab. sinovdan o'tib baylanyapti bu yoqqa. Narada yangi kechkiroq bo'g'oz g'unajinlarimiz sinovda turibdi. Xudo xolasa. Shuning uchun hayron bo'lmasin, bu joy boshqa edi. O'zimizning joy, xudo xolasa. Jahongir Ayting bitta chiroyli bo'yi qilib. 15 kilos. Ikki kurak, yonida birinchi bolasi, qornidagi ikkinchi bolasi 3 bor. 26 milyon 500 ming kami